Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar va hamda bizni obuna bo'lmasdan kuzatuvchilar. Hozir obunani bosib qo'ying, chunki sababi qiziqarli hamda foydali videolarni o'tkazib borishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi obzorimizda Malibu 2 Turbo Premier versiyasi. Bu mashinaga har doimgidek propan qo'yib berganmiz. Hozir lekin propan reklamasi emas, asosiy bu yerda mashinani hamda bu mashina kimga tegishli va qachondan beri bu odam bilan ishlayman shu haqida. Avtoburizon Instagramni atvetga qilib qo'yamiz shu yerda. Avtoburizonni yurgizadigan akamiz Muhibul aka ukasi bo'ladi. Muhibul aka 2021dan beri Alloh alam men bilan gaz qo'ydiradi. Shunaqa atrofida. Andijondagi juda ko'p inomarkalar albatta avtoburizondan chiqqan bo'lib ham Muhibul akani qo'lidan o'tgan bo'ladi. Muhibul aka toza inomarkalar bilan shug'ullanadigan inomarka haydani Andijoncha versiyasi, faqatgina o'rtasidagi farqi shuki, bu yoq ijtimoiy tarmoqqa chiqmaydi. Uni o'rniga ukasi chiqadi. Aka Instagramda yurgizish boshlagan, o'zlarining ham YouTube kanali bor. Hozir sizlar uchun foydali bo'lishligi uchun mashina haqida qisqacha ma'lumot hamda uni nech pulga sotib olganligini haqida ma'lumot olamiz. Aka, mashina nech pullik mashina va nechinchi yil, necha ming yurgan qisqacha ma'lumot bera oling. Bu Premier mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, klassikasi toza, 43 ming kilometr yurgan, narxi 28500 AQSh dollari. 43 ming yurgan. 43 ming yurgan. Eng qizig'i biz bu mashinaga propan qo'yib berdik. Eng qizig'i bonus sifatida Muhibul akaning o'zi klientga gazlarigacha qo'yib beryapti. Mashina eng qizig'i test qildik. Test qilganlarimizni Instagramga har doim joylab boryapmiz. Ko'proq istoriyaga joylaymiz. Sababi postga qo'yadigan bo'lsak, har qanday anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun doim test qilganlarimizni ko'proq istoriyalarga joylab boryapmiz. Bu mashinani ham parametriga, ot kuchiga kelib chiqqan holatda full variantida Yevropa gazining injektor 984 bloklari bilan Yevropa gazining Rail kompaniyasining IG7 Dakota 1.10 Spartan injektorlaridan qo'yib berganmiz. Zapaskasining o'rniga kattaroq ham qo'ysa bo'lardi, lekin mijozda har doim talabidan kelib chiqqan holatda 48 ta bilan qo'yib berganmiz. Eng asosiysi ham yoqimlisi shuki, eng qizig'i mashinani o'zi 28,5 ming, eng qizig'i bonusiga gazlari bilan birga qilib qo'yib bergan ekan. Agarda sizlarga mabodo inomarkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar nomerini qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Aka, biz nomimizdan boradigan bo'lsa, sezilarli darajada bonus qilib beramiz. Sezilarli darajada bonus qilib beramiz. Ishoninglar akalar, telefon qilib ko'rishinglarga mutlaqo arziydigan darajada summalarda, mutlaqo arziydigan darajada mashinalarda sizlarga tavsiya qiladi. Bilasizlar, juda ko'p holatlarda inomarkalarga qo'yamiz. Shuni juda ko'pi Muhibul akaning qo'lidan o'tgan albatta mashinalar kelib chiqadi. Buning ichida Equinox'i bormi, Traversi bormi, Malibu'da har qanday turdagisi bormi, barchasi juda ko'pini men bilganlarim Muhibul akani aynan qo'lidan chiqqan bo'ladi. Ya'ni qo'lidan chiqqan degan nima degani, o'zi sotgan mashinalar qatorida. Shuning uchun uverin bo'lib aytyapmanki, agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Yana bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Yana sizga qanday mashinalarni obzorni qilib beraylik, biz sizning fikringizni kutib qolamiz. Gazpro servisidan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.